Bugungi kunda ko'plab baxtsiz hodisalar aynan yo'l qoidalariga amal qilmaslik oqibatida sodir bo'ladi. To'g'ri, har bir manzilda yo'l belgilari hamda svetofor mavjud, ammo ular ishlamay qolgan taqdirda biz nima qilar edik? Yo'l patrul xizmati xodimlarining qishni qish demay, yozni esa jazirama issiq demay qilayotgan mehnatlari esa aslida beqiyos. Xalq vakillari bu borada nima deydi? Muhiba Allayeva so'rovnoma o'tkazdi. Navbatdagi lavha shu haqda. Xo'sh, bugungi kunda yo'l patrul xizmati xodimlarining faoliyati biz uchun qay darajada muhim? Biz xalq fikri bilan qiziqdik. Ular jamiyatda qanday o'rin tutadi? Yo'l patrul xizmati xodimlarini ko'rganimizda baribir har birimizda ichimizda g'ulg'ula o'tadi, chunki ogohlikka ular bizani birdaniga chorlaydilar desam adashmagan bo'laman. Ular qishni qish demay, yozni yoz demay, issiqda, qishda yoki sovuqda turib bizani hushyorlikka chorlaydilar. Xatolarga berilmasligimiz uchun yoki bo'lmasa o'zimizning sog'lig'imiz uchun, masalan, bitta shu limit taqishni ham o'zimizga maqsadga muvofiq deb bilaman. Nima uchun kerak deb savol beryapsiz-ku, juda ham kerak. Men o'g'lim ham taksi haydaydi, mana nimada Yandexlarda juda ham kerak. Mana nimalar peshxodlarni qo'yganlar joy-joyi bilan qo'yilgan. Odamlar bo'lmasa mana ba'zilardan sakrab o'tardi-ku, qancha avariyalar bo'ldi. Nimalarga haydovchilarga ko'p noqulayliklarni tug'dirdi-da, lekin hozir men o'ylaymanki, hamma narsa joy-joyida bo'lgan. Tartib intizom bo'ladi-da. Xullas, bizlar o'qituvchimiz, bizlarga asosiysi tartib intizom. Vakilimiz, rahmat shularga. Qay darajada siz uchun xavfsiz? Bu 100% xavfsiz. Masalan, kechqurun yursak ham bo'ladi, kiyib yursak ham bo'ladi. Gaylarimiz bor, yo'llarimiz tinch. Shunimchani ham o'zi bo'lmasa, shoferlarimiz ko'rmaydi kechqurun. Iloji boricha belik bilan yurib, velosipedda kiyib yurish kerak deb o'ylayman. Jinoyatlarni tartibga solishga, hamma narsa uchun bizlar uchun yo'l patrul xodimlari juda ham zarur. Yo'llarga tirbandlikni nazorat qiladi. Kerakmi bizga yoki yo'qmi? Kerak, albatta kerak. Yo'l patrul xizmati xodimlarining faoliyati bizlar uchun qay darajada muhim? Hozir menda yo'lda ushlab o'tiribsiz. Patrul gapirgan yo'q lekin. Ba'zilar bor, ular kerak emas, svetofor bor, yo'l chiziqlari bor, yo'l patrul xizmati xodimi nima kerak Svetofor degan. ishlamasligi mumkin. Albatta, yo'l patrul xizmati xodimlarining faoliyati biz uchun nafaqat kerak, balki juda ham muhim. Ular borki, yo'llarimiz nazoratda va tartibga olingan. Haydovchi va yo'lovchilarning xavfsizligi esa to'la ta'minlangan.